O'zbekiston Jahon chempionati 2026 ishtiroki uchun qancha mablag' olishligi tasdiqlandi. Hammaga qiziq bo'lgan soqqoli temaga o'tamiz. Umumiy summa $727 million. Bu rekord darajadagi summadir. 765 million so'm sport natijalariga qarab teng taqsimlandi. Jahon chempionati uchun $50 million, ikkinchi o'rin uchun $33 million, uchinchi o'rin uchun $29 million, to'rtinchi o'rin uchun $27 million, chorak final $19 million, 8-1 $15 million, 16-11 final $11 million, guruh bosqichlariga chiqqan $9 million qo'lga kiritadi. Bundan tashqari o'tgan har bir terma jamoa uchun tayyorgarlik xarajatlari qoplab beriladi. $1,5 million. Shundan tashqari har bir jamoa uchun kafolatlangan $10,5 million etib belgilanadi. Siz shuni izohlarda yozib ketingki, O'zbekiston qancha summa qo'lga kiritishligi mumkin.